Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun men shu o'zim ishlatadigan SPFlardan ikkitasiga sizlarga realniy o'tsiv obzorini qilib bermoqchiman. Kimgadir foydali bo'lar. Bu ikkalasini ham videosini olganman. Bu yangi chiqqan pederenli SPF krem. Bu Choson Manyonniki. Buni chiqqaniga ko'p bo'ldi уже, biladi ko'pchilik уже tanilib ham ulgurgan juda ham. Qizlar, buni ishlatmagunimcha bunga bo'lgan bahoyim juda ham zo'r edi. 100% edi. Buni ko'p yildan beri ishlataman, bir marta emas, buni paftor olib ishlatganman, chunki orada boshqa SPFlar ham ishlatib ko'rganman. No, yuzim juda ham quruq, ta'sirchan bo'lgani uchun bu yuzimga juda ham yaxshi tushgan. Shuning uchun paftor yana mana shunga qaytib kelaverardim. Buni ishlatmagunimcha qizlar. Hozir buni ishlatdim orada, ancha vaqt ishlatib yurdim. Bu yangi chiqqan Pederelli Essence ham mayda ajinlarga ishlaydi, ham quyoshdan himoya qiladi, ham yuzinglarni chuqur namlantiradi, ham SPF o'rnini bosadi, ham yuzga yorqinlik beradi. Qizlar, bu juda ham realniy quruq yuzlarga zo'r SPF krem ekan. Ishoninglar, o'zinglar bir marta ishlatganda уже buni bahosini zo'r berasizlar. Buni ishlatdim. Bunda oldin SPFlarim ichida birinchi o'rinda turadigan mana shu Choson Manyo edi. Buni ishlatdim. Bunda уже hozir ishlatganimda burnim qurib, yuzim juda ham o'ta darajada quruq bo'lgani uchun hozir buni kecha ishlatdim, kunni bilan yurdim. Paftor 3-4 marta qayta sursam ham burnim atrofi qurishib ketaverdi. Qurishib, anaqa bo'lib qolib, yig'ilib qolaverdi. Bu yoqlarim yaxshi turdi, bu yoqlari yaxshi namlantirdi, lekin mana shu burnim atrofi qurishib, yana paftor sursam ham, 2 marta sursam ham kunni bilanga qurib ketaverdi yuzim. Buni ishlatganimda qizlar, umuman yuzim qurimaydi. Yuzim juda ham ta'sirchan, juda ham quruq, o'ta darajada quruq. Bu umuman quritmaydi, ishonasizlar, bitta suraman, yuzimni umuman quritib yubormaydi. Namligini zo'r usha beradi. Plus yuzinglarni yaltiratadi, plus quyoshdan himoya qiladi. Plus qizlar zo'r namlantiradi. Ishoninglar, bundan ham bu kuchli deya olaman, уже ikkalasini ham ishlatib ko'rganim uchun. Oldin bunga bo'lgan mehrim boshqacha edi, lekin hozir bunga bo'lgan mehrim boshqacha. Agar yuzinglar quruq, juda ham ta'sirchan bo'lsa, xuddi mana shu kremda sizlarda ham yuzinglar, burninglar atrofi quruq bo'lib, yig'ilib qolayotgan bo'lsa, agar qurishib ketayotgan bo'lsa, mana shu krem ishlatib ko'ringlar. Ikkalasi ham bizda sotuvda bor. Buni yomon demayman, bu ham juda ham zo'r. Faqat agar sizlarda ham yuzinglar o'ta quruq bo'lsa, buni ishlatishlarni tavsiya qilaman.